Bugungi kunda dunyodagi eng xavfli 5 ta hujumchi haqida bilasanmi? Viktor Osimhen. U shu mavsum Turkiyani hayratda qoldirdi. 37 ta gol urgan. U to'pga tegishi bilanyoq xavf paydo bo'ladi. Himoyachilarni sharmanda qiladi va ajoyib jismoniy kuchga ega. Lautaro Martinez. Jarima maydonida haqiqiy yovvoyi. Katta o'yinlarda gol uradi, himoyachilarga rahm qilmay bosim o'tkazadi va Interni yo'lkasida olib yuradi. Kylian Mbappe. Yangi davr, yangi klub, ammo o'sha yoq shiddat. Uning tezligi hali ham dahshatli. Hujumlari ustaradek o'tkir. Eng qaynoq pallalarda ham nazoratni yo'qotmaydi. Harry Kane. U har qanday vaqtda ham assist, ham gol bera oladi. Jarima maydonida haqiqiy xavfli hujumchi. Lekin birinchi o'rin kimga tegishli? Uning eng yuqori formining o'tganiga qaramay, hali ham himoyachilar undan qo'rqadi. Ko'plab sovrinlari bor va karyerasining yuqori cho'qqisida qolmoqda. Seningcha bu kim? Ismini kommentariyaga yoz.